Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan lombozlar haqida gaplashib o'tmoqchimiz. Hozirgi kunda lombozlarda har xil turlari bor. Ko'pchilik tushunmaydi. Qaysi lomboz qanaqa, nima quydirmoqchi, nima quymoqchi bo'lyapti. Yaxshi tushunmaydi. Oldin lombozga oddiy loyni bosishgan qaysi biri afzal, qaysi birini ko'proq tavsiya qilinadi. Shular haqida qo'limizdan kelgancha bilimimiz yetgancha sizlarga ma'lumot beramiz. Xo'p, lombozlarda o'rni juda katta bo'lgan eskidan, sababi issiq tevaga yuradi. Issiq sovuqni ushashi lombozni qaysi darajada bosilganiga, nimadan bosilganiga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Agar issiq tevachi ketmagandan keyin tashqariga umuman utopiyani qilingan uylarda zo'r utopiyani qilingan bo'lsa, bir marta isitib bo'lgandan keyin uy 24 soatda 1 gradusga sovish kerak. Hop, endi lombozlarni qilingandan keyin lombozda tomni yopilishiga ham ko'p narsa bog'liq. Misol uchun, hozirgi tomlar shifrdan emas, ko'proq tunukadan bo'lyapti. Tunuka ham issiqni ko'p o'tkazib yuboradi. Lombozga issiq ushashiga nimadan qilsangiz ham ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, endi lombozlarni birinchi o'zimizda eski loy lombozdan boshlaymiz. O'zimizda eski loy lombozlar nimaga effekt bermayapti va nima uchun odamlar har xil zamonaviy lombozlarga o'zini uryapti. Xo'p, loy lombozlar oldin juda ham qalin bosilgan. Ekskavatorlarda yoki bo'lmasa hashar yo'li bilan ko'pchilik bo'lib qilishgan lombozlarni qalin bosgan, avvalgi to'sinlarimizdan baquvvat bo'lgan. Shuni hisobiga lombozlarni qalin bosishni imkoniyatini bergan. Loy issiqni zo'r ushaveradi. Zo'r ushaveradi. Qachonki somonda achitib, yaxshi qo'shib va bir hafta 3-4 kun achitib loylar qilgandan keyin, agar to'siningiz baquvvat bo'ladigan bo'lsa, qalin bossangiz loyga yetadigani yo'q. Loy ham issiqni zo'r ushaveradi, salqin bo'ladi. Endi hozirgi kunda nimaga loy lombozdan ko'pchilik nima bo'lib qolgan, irib qolgan? Hozirgi to'siqlar yupqa bo'lib ketgan. Yuk ko'tarmaydi. Qalin bossa sinib ketish, даже egilib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun loy lombozlarni qalin bosish imkoniyati bo'lmayapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ustalar hozir avvalgi o'xshab loyni achitib, bir hafta 10 kun achitib, sizga yuzga qarab o'tirmaydi. Hammasini ishi bor. Keladi, loyingizni qiladi, sirazi bosib tashlaydi. Sirazi bosib olgandan keyin loyda yorilishlar, porson o'xshab, cho'lga o'xshab chiziqlar bo'ladi. Yorilishlar bo'ladi, keyin yupqa bosilib qoladi. Shuni hisobiga loy uncha effekt bermay qo'yapti. O'zimizdan shaxsan lombozlar bilan shug'ullanamiz. Polistirol lomboz bilan shug'ullanamiz. Kerak bo'lsa ustidan bir qator lomboz bosishimizni ham to'g'ri kelib qolyapti. Demak, birinchi usulimiz eski ota-bobomizdan qolgan usul loy lomboz. Agar qalin qilib somonlarni achitib, to'siqlaringiz baquvvat bo'ladigan bo'lsa, qalin qilib bossangiz zo'r ushaveradi. Xo'p, ikkinchisi undan keyin pena-beton degani chiqdi. Pena-beton o'zi nima? Ko'pchilik pena-beton, pena-lomboz deyishadi. Bu nimaligini hali ko'pchilik tushunmayapti. Shunga sizlarga keyinroq ma'lumot berib tushuntirmoqchimiz. Pena-beton degani o'zimizni pena-blok. O'zimiz pena-blokni lombozlar tomga qo'yib beryapti. Endi bu issiqni ushamaydi demaymiz. Issiqni ushaydi. Qachonki ichidagi ko'piklar ko'p bo'lsa, o'sha ichidagi ko'piklar hisobiga issiqni ushaveradi. Ichida havo, bo'shliq havo qolib ketadi, issiqni ushaveradi. Lekin bitta notomoni bor, yumshoq bo'lib qoladi. Pena-bloklarni o'zingizlar bilasizlar. Misol uchun qo'lda mana uqalanadigan bo'lib qoladi. Ustiga chizsangiz qorga o'xshab g'irt qilib bosilib beradi, yo bo'lmasa namgarchilik yo'q, uqalanib beradi. Buni tavsiya qilmaymiz. Sababi buni qilgandan keyin juda ko'pchilik buni boshqa qilyapti. Buni yomonlash emas, tavsiya bermaymiz. Endi buni yaxshi qilayotganlari ham bor, misol qattiq qilayotganlari ham bor. Nimani hisobiga qattiq chiqadi? Buni asosi gips, suv ko'pik bo'ladigan bo'lsa, gipsini ko'paytirib qo'ysa, odam yursa ham qattiq bo'ladi. Quyishiga kerak bo'lsa qattiq bo'ladi, lekin
zichligi baland bo'lgani uchun issiqda o'tkazib yuborishi mumkin. Buni misol uchun yomonlar issiqda o'tkazmaydi, ushlamaydi yo boshqa demoqchi emasmiz. Misol uchun agar gipsini oz qo'shib qo'ysa, shunaqa eziladigan bo'lib qoladi. Endi buni agar hech kim chiqmaydigan tom bo'ladigan bo'lsa, bir marta qaytib birov yurmaydigan bo'lsa, quyishingiz mumkin. O'shanda ham bizda misol uchun namgarchiligi yo'qligini hisobga olsak, bizda qishda tumanlar bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, bu yaxshi variant emas. Men shaxsan o'zim uyimga qilmagan bo'lasiz. Do'stlar, mana sizlarga hozir penalonboz bosilgan joydan imminda kelganmiz. Hozir uyda egasini fikrini bilamiz. Aka, nima deysiz endi penalonboz haqida, odamlarga nima deysiz? Ko'pchilik bostiryapti, puliga qiziqishib, arzon so'radi endi u. Biz ham shu bir arzon tushadi deb qildiruvdik. Arzon sho'rvani mazasi tatimabdi deb shunisini aytsa kerak-da. Mana ahvolni qarang. Mana ahvolni qarang mana. Mana ahvol. Mana ahvol. Hech qancha bo'lmagan mana. Qimirlashni qarang. Tomda yurgani ko'kas. Biz o'zbekchilikda tomga har-hasha qo'yiladi, o'tin cho'p qo'yiladi. Tomga chiqiladi, yosh bolalar chiqadi, kattalar chiqadi. Endi bilmadim endi bu qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan. Endi buni pulini to'lang deyish o'zi yaxshi emas. Ish qildirib bo'lgandan keyin mehnat haqqini olish o'zi yaxshi emas. Endi bu iloji yo'qda, endi buni to'lab ber desa, yana bo'lmaydi, pulini qaytarib ber desa, yana bo'lmaydi. Do'stlar, maqsad biror mahsulotini yomonlashmas. Endi buni gipsini ko'proq qo'shsa qatta bo'ladi, odamcha bo'ladigan bo'ladi. Endi bu yerga gipsini ozroq qo'shibdi, lekin bu issiqda ushamaydi emas, ushaydi. Lekin biz o'zbekchilikda tomga nima hashar qo'yadi, mayda shunda ikkinchi omborxona bo'ladi o'zbekda tomida. Endi bunisiga qanaqa qilib bu narsa qo'yib bo'ladi, qarang. Buni o'rniga loy bosib qo'ygan yaxshida. Keling, mana mononi ko'ring. Mana 5 sm. Mana 5 sm do'stlar. Shunaqa. Demak, bu tushunarli. O'zimizni pena beton yo bo'lsa pena blok shuni tomga qo'yib beryapti. Xo'p, endi keyingi lombozimiz pena beton deyiladi. Bu pena lomboz adashib ketgan bo'lsam o'zi, bu pena lomboz, pena beton degani xuddi shu sostavga sement qo'shib qo'yishadi. Sement rangini kirgizib qo'yadi. Bu pena beton deyiladi. Keyin yana bitta turi bor, unisiga kum, sement qo'shiladi. Gazoblokka o'xshagan bo'ladi. Undan ham biz misol 3-4 yildan beri, 5-4 yildan beri bu sohada yurgan bo'lsak, juda ko'pchilik nolyapti, yorilib ketyapti yo boshqa bo'lib ketyapti deb. Bundan ham nima, misol uchun bu ham yorilib ezilib ketishi nimalarni hisobiga oladigan bo'lsak, pena betondan ham qaytgan ma'qul. Xo'p, endi 3-lombozga keladigan bo'lsak, polistirol lomboz. Polistirol lombozlar asosi sement, kum, po'kat bo'ladi. Asosi sement, kum, po'kat bo'ladi. Buni plus tomoni asha mana po'katlarning hisobiga yengil bo'ladi. Misol uchun loyda 5 sm 120 kg chiqadigan bo'lsa, buni 5 sm boring 50 kg, 40 kg atrofida chiqadi. Shuni hisobiga to'sinlarda egilib ketishlari yo bo'lmasa to'sin yuqa bo'lib qolgan yo loy bo'lsa loylan bosib qo'ygan, yorilib ketib qolgan, hisob ushlamayotgan joylarga qilsangiz bo'laveradi. Bu polistirol lomboz. Buni bemalol tavsiya qilsa bo'laveradi. Buni polga ham, misol o'zim shaxsan shug'ullanaman, polga ham quysa bo'ladi, tomga ham quyiladi, devorga, shkaturkaga o'rniga ishlatsangiz ham bo'ladi. Endi bu pena polistirol lomboz xolis baho beradigan bo'lsak, qolgan nimalarda afzalligi tomoni yorilmaydi, kattaligi katta bo'ladi. Misol uchun buni pena lombozimiz qo'l bilan bemalol sindirib oladigan bo'lsak, buni qo'l bilan sindirishni imkoniyati yo'qda. Misol tashlab yuborsangiz ham ustiga chiqib sakrasangiz ham bo'laveradigan bo'ladi. Kattaligi bo'ladi. Misol uchun yana bir marta qaytarib tashlashi mumkin. Bu bunga qaraganda ancha baquvvatligini hisobiga, ham yengilligini hisobiga
Buni plyus tomonlari ko'p. Bundan foydalansangiz bo'laveradi. Endi o'zimizni eski ota-bobomizdan qolgan lombozni yomon demaymiz. Agar uni ham qalin bosadigan bo'lsangiz, u ham zo'r effekt berib yuboradi. Endi hozir polistirol lombozlarimiz loyga qaraganda yengil, loyga qaraganda yorilmaydi. Misol uchun loy lombozlarimizda yaxshi somon achitilmasa, boshqa bo'lsa, issiq sovuqqa ham bog'liq. Misol tez qurib ketadigan bo'lsa, loy lombozlarimiz yorilib ketadi. Bular yorilmaydi, yaxshi effekt beradi. Misol uchun polistirol lombozni bemalol tavsiya qilsak bo'laveradi. Minus tomoni pulida necha qimmatroq chiqadi. Misol uchun 1 kvadrat joyiga bir 60 ming so'm, 70 ming so'mlik narsa ketadi. 1 kvadrati uyga kelib tushib bosilishi bir 70 ming so'm, 60 ming so'mga aylanadi. Uzoq yaqinligiga qarab, sharoitiga qarab turib shunga chiqadi. Buni minus tomoni pulida juda qimmatroq chiqadi. 1 kvadratiga 15 kilo sement ketadi, 1,5 kilo iya bu yoqda po'kat ketadi. Ular pulni hisoblaydigan bo'lsak, tan narxini o'zi bir 40 ming so'm, 45 ming so'mgacha tan narxi chiqadi. Tan narxi 40 ming so'mlik bozordan sement sotib olasiz, po'kat sotib olasiz, shisha sotib olasiz, shisha to'la sotib olasiz. Ashlarni pulni hisoblasangiz 40 ming iya bu yerda tan narxi chiqadi. Buni minus tomoni shunaqa pulida. Xo'p, endi sizlarga qo'limizdan kelgancha do'stlar ma'lumot berishga harakat qildik. Fikringlarni izohlarda qoldiringlar. Kanalimizda juda ham ko'p foydali videolar bor. Obuna bo'lishni unutmanglar. Biz sizlar uchun hamisha ishlashdan charchamaymiz. Barchalarga rahmat.